Barchaga salom. Ikkinchi darsimiz atom molekulyar ta'limot boshladik. Lomonosov yaratgan, Jon Dalton rivojlantirgan. Lomonosov hamda Jon Daltonning atom molekulyar ta'limotdagi bayonotlari berilgan. Bu nazariya olamiz. Atom tuzilishi tarkibi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, markazda yadro joylashgan. Yadro ichida ikkita zarracha mavjud, proton hamda neytron. Bilamizki, proton musbat zaryadlangan, neytron zaryadsiz, zaryadga ega emas. Yadro atrofida esa faqatgina neytronlar harakatlanadi. Shundan kelib chiqib atomga ta'rif bersak bo'ladi. Musbat zaryadlangan yadro hamda uning atrofida harakatlanadigan manfiy zaryadlangan elektronlardan tashkil topgan elektroneytral zarracha. Nima uchun musbat zaryadlangan yadro desak? Chunki yadroning zaryadini faqatgina proton belgilaydi. To'g'ri, yadro ichida ikkita zarracha mavjud, proton bilan neytron, lekin shunda bo'lsa ham proton zaryadini belgilaydi. Sababi zaryadga ega emas. Demak, atrofida yadroning ichida emas, atrofida manfiy zaryadlangan elektronlar harakatlanadi. Musbat zaryadlangan yadro manfiy zaryadlangan elektronlardan tashkil topgan elektroneytral zarracha. Nima uchun atom elektroneytral deganda? Sababi uni tarkibidagi proton hamda elektronlar soni doimo teng. Shu uchun ham atom elektroneytral zarracha. Buni yodda saqlaymiz. Keyingisi, proton, elektron, neytron zarrachalarining massasi zaryadini ko'rib chiqamiz. Mana jadvalda berilgan. Protonning massasi 1 zaryad plus 1, neytron massasi 1 zaryadi yo'q, 0 ga teng. Elektron massasi proton massasidan, neytron massasidan desak ham bo'ladi, 1840 marta kichik. Zaryad esa -1 ga teng. Atom yadrosini ichida ko'rib turganimizdek tarkibi proton plus neytrondan iborat. Bular birgalikda nukleonlar deb yuritiladi. Yodda saqlaymiz. Zaryadli nukleon proton, zaryadsiz nukleon neytron. Shu narsa esimizdan chiqmasin. Nukleonlar katta n bilan belgilanadi. Son jihatdan nukleonlar nisbiy atom massaga teng. Bu degani, masalan, litiyni olsak, nisbiy atom massasi 7, tartib raqami 3. Litiyni nukleonlar soni nechaga teng desa, to'g'ridan to'g'ri biz uni nisbiy atom massasini aytaveramiz. Sababi nukleon soni nisbiy atom massaga teng. Element yadro zaryadini proton hamda elektronlar belgilaydi. Aslida olganda yadro zaryad protonlarga teng, proton soni elektron soniga teng bo'lganligi uchun shundan kelib xulosa qilamiz. Litiyda proton soni 3 ta ko'rib turganimizdek, elektron soni proton soniga teng bo'lganligi uchun elektron soni ham demak 3 ga teng bo'ladi. Har qanday elementda neytron son topish uchun shunchaki nisbiy atom massasi yadro zaryadini ayirib tashlaymiz yoki protonlar sonini. Litiyda nisbiy atom massasi 7, yadro zaryadi 3, shunda neytron soni kelib chiqadi. Ko'rib turganimizdek 4 ta. Bu neytron sonini yozib qo'yamiz. Xulosa qilib aytganda, elementning yadro zaryadini ikkita zarracha belgilaykan. Proton hamda elektronlar soni. Neytron soni esa nisbiy atom massadan tartib raqamli, ya'ni yadro zaryadini ayirib tashlaganimizdan neytron soni kelib chiqadi. Litiyni atom yadrosi tarkibidagi umumiy zarrachalar soni desa, biz qo'rqmasdan litiyni yadrosi tarkibidagi umumiy zarrachalar sonini 7 taga teng deb olamiz. Sababi yadro ichidagi zarrachalar bular proton plus neytronlar hisoblanadi. Proton plus neytron bu yuqorida aytib o'tganimdek mana nukleon soniga teng, nukleon son jihatdan nisbiy atom massaga teng bo'ladi mana bu yerda. Endi litiy nisbiy atom massasi 7 degani uni nukleon soni ham 7 yoki umumiy olganda proton bilan neytron soni yig'indisi atom massaga teng deb xulosa qilsak bo'ladi. Endi atom yadrosidagi zarrachalar soni 7 ta. Atom tarkibidagi deb aytsa-chi, litiyni atom tarkibidagi umumiy zarrachalar soni bu proton, elektron, neytron. Mana ko'rib turganimizdek 3 plus 3 6, 4 qo'shsak umumiy 10 ta ekan. Yoki bo'lmasa ham eng oson yo'li bundan ham nisbiy atom massaga yadro zaryadini qo'shib olsak, umumiy zarrachalar soni kelib chiqadi mana 10 ta. Litiyda atom tarkibidagi umumiy zarrachalar soni 10 ta ekan. Umumiy zarracha deganda proton, elektron hamda neytron sonini tushunamiz. Xulosa qilib aytganda, yadro tarkibida deganda biz ikkita zarrachani tushunamiz, proton bilan neytronni. Atom tarkibida desa, demak 3 ta zarrachani tushunamiz, proton, elektron, neytronlar sonini tushunamiz. Bu yerda mana birinchi topshiriqda bergan elementlarni nukleonlar sonini toping degan. Biz buni hech qanaqasiga nukleonni, proton va neytron sonini topib, qo'shib chiqib o'tirmaymiz, vaqt ketadi. Bundan oson yo'li biz bilib oldik, nukleon soni nisbiy atom massaga teng. Topshiriq 1 ga e'tibor berib qarasak, shu yerda topshiriq 1 da ftorda 9, sababi nisbiy atom massaga teng, natriy 23, kaliy 39, kislorod 16, temir
56, kalsiy 40, azot 14, margansiy 55, xrom 52, bor 11, geliy 4. Bo'ldi. Biz nukleonlar sonini topib oldik. Keyingisi murakkab modda tarkibidagi element atomlarini ikkinchi topshiriqda aytibdi. Yuqorida aytilgan elementlarni umumiy zarrachalar sonini toping debdi. Ya'ni proton, elektron, neutronlar soni. Bitta misol qilib yoza olamiz shu yerda. Topshiriq 2 da ftor elementini beribdi. Ftor elementi massasi 19, yadro zaryadi ftorni mana ko'rib turganimizda 9 ga teng. Endi bizga aytibdiki umumiy zarrachalar soni. Umumiy zarrachalar soni deganda biz bilamizki proton, elektron hamda neutron sonlarini tushunamiz. Xo'p, biz ftorda proton, elektron, neutron sonini topib, uchalasini yig'indisini qo'shgandan ko'ra oson yo'li shu yerda biz nisbiy atom massaga tartib raqamini qo'shib olamiz. 9 ni qo'shib olsak, umumiy zarrachalar soni kelib chiqadi. Demak, 28 ta. Qolgan barcha elementlarni ham topshiriq 2 da umumiy zarrachalar soni deganda mana shu usulda topib chiqsak bo'ladi. Vaqtdan tejaladi. Keyingisi topshiriq 3 da berilgan moddalar tarkibidagi jami zarrachalar sonini toping debdi. Masalan, keling bitta misol qilib olamiz. Misol uchun metan topib olamiz. Jami zarrachalar soni. Har qanday moddani massasi bu proton va neutron sonining yig'indisiga teng. Metanning massasi 16, bu degani uni proton bilan neutron soni 16 ga teng. Shunchaki elektron sonini topamiz. Uglerod bitta uglerodimizda 6 ta, vodorodimizda bitta elektron mavjud, 4 tasida esa 4 ta. Qo'shib olsak jami 10 ta ekan. Umumiy 10 ga qo'shamiz 16 ni, jam zarrachalar soni kelib chiqadi shunda 26 dan tashkil etadi. Qolgan moddalarni ham murakkab moddalarni mana shu usulda topib chiqsa bo'ladi. Keyingisi 4-topshiriqqa o'tamiz. Bu topshiriq 3. Keyingisi topshiriq 4. Mis, alyuminiy va hokazo, demak, kaliy, ftorgacha bo'lgan elementlarning elektronlar sonini jam zarrachalar sonining necha qismini va foizini tashkil etadi debdi. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Misol uchun shu yerda bitta elementni misol qilib olamiz. Alyuminiy topsak 27, massasi tartib raqami 13. Bizga aytibdi elektronlar soni jam zarrachalarni. Jam zarrachasi deganda bilib turamizki, proton, elektron, neutron soni yig'indisi. Buni topishda oson yo'li shunchaki massaga tartib raqamini qo'shamiz. 27 ga 13 qo'shsak, demak 40 ta ekan. Birinchi shartini bajaramiz. Elektron sonini jam zarrachalar soniga nisbati debdi. Xo'p, yozamiz. Elektron soni 13 ta, jam zarrachalar soni proton, neutron hamda elektronlar soni yig'indisi ko'rib turganimizdek 40 ta. Nisbat degandan keyin 13 taqsim 40 yoki 40 dan 13 qismini tashkil etadi. Ikkinchisi albatta bu yerda foizini toping debdi. Biz jam zarrachalar sonini topdik 40 ta. Bu umumiysi 100% ga teng. Elektron soni 13 ta bo'lsa qancha? Shu yerda 40 dan 100 da bittadan 0 uramiz. 13 da 10 ga ko'paytirsak 130, 130 da 4 ga bo'lsak 2 ga bo'lsak 65, yana 2 ga bo'lsak mana shu yerda 32,5% kelib chiqadi. Qolgan 4-topshiriqdagi barcha moddalarni proton soni, o'sha elektron sonini jam zarrachalarga nisbati hamda foizi xuddi shu tartibda chiqadi. Buni ishlab qo'yamiz. Ikkinchi mavzu nazariy qismi mana ko'rib turganlaringizda tugadi. Qisqacha endi men katta bu yerda aytib o'tib ketdim. Buni albatta o'qib chiqish kerak. Jon Dalton, Lomonosov atom molekulyar ta'limotdagi bayonotlari juda ham muhim. Bu qoidalarni yodlash kerak. Va undan keyin mavzuga oid savol-javob, doimgidek savol-javobda barchasini yodlashimiz kerak. Muhim va qiziqarli savollar berilgan bu yerda. Ularni yodlab chiqish kerak. Mavzuga oid masalalar. Boshladik. 1-1. Kaliy 40 elementining atom yadrosi tarkibidagi jam zarrachalar sonini toping debdi. Xo'p, topib olamiz. Kaliy 40, tartib raqami 19. Atom yadrosi tarkibidagi jam zarrachalar soni. Biz bilamizki, atom yadrosi deganda shuni esdan chiqarmaylik. Biz faqatgina proton bilan neytronni tushunamiz. Atom tarkibidagi desa, biz proton, elektron, neutron sonini topamiz. Atom yadrosidagi jam zarrachalar soni deganda proton, neutron tushunar ekanmiz. Proton, neutronning yig'indisi nisbiy atom massaga teng. Demak, bunda javobimiz shunchaki 40 javob bo'ladi. To'g'ri javob demak A varianti ekan. 2-1. Xrom 4 elementining atom tarkibidagi jam zarrachalar sonini toping debdi. Mana bu esa yuqorida aytilganda ishlanadi. Xromni bilamiz, massasi 4, tartib raqami 24. Umumiy zarrachalar soni deganda biz proton, elektron, neutronlar sonining yig'indisini topib qo'shib chiqishimiz kerak. Lekin oson yo'li shunchaki nisbiy atom massaga tartib raqamini qo'shamiz. 4 ga 24 qo'shsak, demak to'g'ri javob 78 kelib chiqadi. Yo'q, demak bu yerda
Javobimiz A emas, C varianti ekan. Keyingisi 3/1. Temir 55 elementi atom yadrosining necha foizini neytronlar tashkil etadi debdi. Xo'p, yozib olamiz. 55 temir tartib raqami 26. Atom yadrosi yana chalg'imasligimiz kerak shu yerda. Atom yadrosi deyapti. Bu faqat ikkita zarrachani nazarda tutdi, ya'ni proton va neytron yig'indisini. Bu bilamiz nisbiy atom massaga teng. Xo'p, bu yerda birinchi ishimiz neytron soni topib olamiz. 55 nisbiy atom massadan 26 tartib raqamini ayirib tashlasak, neytron soni kelib chiqadi. Adashmasam 29 ta. Ikkinchi ish endi aytibdiki, neytronlar soni necha foizini tashkil etadi. Umumiy 55 ta zarrachamiz 100% bo'lsa, 29 ta neytronimiz qancha? 29 ni 100 ga ko'paytirsak, 2900 bo'lingan 55. To'g'ri javobimiz B variant. Keyingisi 4/1. 4/1da element 40 yadrosida neytronlar soni 21 tani tashkil etsa, element toping debdi. Xo'p, yadros deganda yana o'sha proton neytronni nazarda tutdi. Keling, shuni boshqacha qilamiz. Nisbiy atom massa bu proton plus neytron soniga teng. Shunda neytron soni 21 debdi. Demak, 21 mana neytron soni. Shuni ayirib tashlasak, mana shu yerda neytronlar qisqarib ketdi. Proton o'zi qoldi. 40 ta 21 da ayirsak, 19 ta proton soni kelib chiqdi. Proton soni bilamiz tartib raqamiga teng. Shunda bu elementimiz Ali element kelib chiqdi. To'g'ri javobimiz B variant. 5-birinchi topshiriq. Element 55 massali atom yadrosida 2900 taqsim 55 foizini neytronlar bo'lsa, elementni toping debdi. U yuqorida ishlagan masalamizda teskarisi. Mana ko'rib turibsizlar. Umumiy zarrachalar soni 55 ta 100% bo'lsa, bu yerda aytibdiki, foizi 2900 taqsim 55 debdi neytronlar soni. Shunda 100 bilan 2900 mana 0 ni urib tashlaymiz. 2 ta 55imiz mana qisqarib ketsa, javob 29 ta. Bu neytron soni kelib chiqdi. Ikkinchi ishimiz bizga aytibdiki, bu yerda elementni toping debdi. Elementni topish uchun biz proton sonini bilishimiz kerak. 55 massa neytron yig'indisiga teng doimo. Buni yoddan chiqarmaymiz. Neytron soni 29 ta. Ayirib tashlasak, mana shu yerda neytronlar qisqarib ketdi. O'z-o'zidan proton qolibdi. 26 ta proton qoldi. 26 ta protonga ega bo'lgan element bu temir hisoblanadi. To'g'ri javob B variant ekan. Keyingi savolimiz 6/1. Kremniy N qo'ygan, ya'ni tepasida noma'lum son desak ham bo'ladi yoki nuklon son desak ham bo'ladi. Muhimi massasi shu. Atomining barcha zarrachalarini 30% neytronlar tashkil etsa, N ni toping debdi. Xo'p, yoza olamiz. Kremniy tartib raqami 14 ga teng. Birinchi ish. Buni bir necha usullar bilan ishlab ko'ramiz. Barcha zarrachalarni 30% ni neytronlar tashkil etar. Proton soni 14, elektron soni bu ham 14, neytron soni noma'lum. Barcha zarrachalar deganda shu umumiy proton, elektron, neytronlar sonining yig'indisini tushuniladi. 14 x bo'lsa qo'shib demak ixchamlab olsak 28 plus x kelib chiqar ekan. Ikkinchi ishimiz neytron sonini bo'lamiz jam zarrachalarga nisbatan. Ya'ni 30% desa qismga aylantirsak 0.3, bu o'nli kasrda oddiy kasrga aylantirib olsak, shu taqsimni tashkil etar ekan. Tenglama ishlasak 10x teng 3 kara 28 84 plus 3x ga 7x teng 84. 7x teng 84 ga x teng mana ko'rib turganimizda 12 ga. Xulosa qilib aytganda neytron soni mana shu yerda 12 ta kelib chiqdi. Endi uchinchi ishimiz bu yerda nisbiy atom massasini topish uchun shunchaki proton bilan neytron yig'indisini topishda o'zi kifoya. Neytron yuqorida ko'rib turganimizda 14, proton yuqorida ko'rib turganimizda 14 ta, neytron mana 12 ta chiqdi. Shuni hisobdan qo'shib chiqsak, massamiz 26 tani, 26 ni tashkil etar ekan. 6/1 da to'g'ri javobimiz D variant ekan. Ikkinchi usulni ko'rib chiqamiz. Shu masalani biz demak ko'rib turganimizda proton, neytron soni 30% tashkil etadi debdi. Demak, umumiy zarrachalar proton, elektron, neytronlar bo'lsa, 100 dan demak 30 da ayirsak, 70% bu proton bilan elektron soni yig'indisi degani. 2 ga bo'lib olsak,
proton soni ham 35%, elektron soni ham 35% tashkil etadi. Nima uchun 2 ga bo'ldik? Sababi bu yerda proton bilan elektron soni doimo teng. Endi kremniyda tartib raqami 14 ga teng, shundan kelib ishlaymiz. 14 ta protonga ega bo'lgan kremniyimiz bu yerda 35% tashkil etsa, neutronimiz 30%. Bo'lsa, qani nechtani tashkil etadi neutron soni? Shu yerda 35 bilan 30 ni qisqartira olamiz. 5 ga, bu demak 6, 7, bunisi esa 6. 7 bilan 14 ni qisqartiramiz 2 ga, 2 kara 6, demak 12 ta neutron ekan. O'sha nisbiy atom massasini topish uchun shunchaki proton soniga neutron sonini qo'shsak kifoya. Nisbiy atom massasi kelib chiqib turibdi. Demak, to'g'ri javob D variant ekan. Keyingisi 7-1 topshirig'imiz. Element beribdi, proton soni umumiy zarrachalarga nisbati 0.3 bo'lsa, neutron soni 4 dan tashkil etsa, elementni toping debdi. Xo'p. Demak, yoza olamiz. Neutron soni 4 ta ekan, proton soni noma'lum x ga teng, elektron soni proton soniga teng bo'lganligi uchun x ga teng. Jam zarrachalar desa, shu 3 ta zarrachani qo'shib ixchamla olamiz. 4 plus demak 2x ga. Ikkinchi ishimiz. Endi biz proton sonini umumiy zarrachalar soni 4 plus 2x ga bo'lamiz. Shunda 0.3 ta tashkil etar ekan. 0.3 ni oddiy kasrga aylantirib olsak, 3 taqsim demak 10. 10x teng 12 plus 6x ga, 4x teng 12 ga, x teng 3 ga. Proton soni 3 ga teng bo'lgan element bilib turibmiz. Bu demak litiy. Birinchi usul. Ikkinchi usulga o'tsak, shu yerda proton soni 0.3 bo'lsa, foizga aylantirsak, demak 30%, elektron son proton soniga teng, bu ham 30%. Ikkalasi 100%, 60% bo'lsa, 100 dan 60% dersak, neutron soni kelib chiqadi, demak 40%. Endi bizga neutron soni beribdi 4 ta. 4 ta bo'lganda neutron soni foizi 40% ga to'g'ri kelsa, proton soni 30% bo'lsa, qanchaga to'g'ri keladi protonga? 40 bilan 30 ni 0 ni uramiz, 4 bilan 3 bo'ldi, 2 ta 4 ta qisqartirib olsak, o'z-o'zidan 3 kelib chiqdi. Bu demak litiy elementi ekan. Bu ikkinchi usul. Keyingisi 8-1. Quyidagi jadval ma'lumotlaridan foydalanib x ni toping debdi. Kremniy bergan. O'z-o'zidan bilib turibmiz, yuqoridagi masalamizda qaytib tushyapti. Buni yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanib qarasak, javob chiqadi 26. Kremniy tartib raqami 14, neutron soni jam zarrachalar soniga nisbatan 30% debdi. Xo'p, yoza olamiz. Proton soni 14, elektroni ham 14, neutron noma'lum bo'lganligi uchun x deb olamiz. Jam zarrachalar desa, ixchamlab olsak uchalasini 28 plus x ga ekan. Endi neutron soni debdi, neutron soni x bo'lsa, jam zarrachalar soni 28 plus x teng 0.3 debdi. Bu demak, uni kasrga aylantirsak 3 taqsim 10. 10x teng 84 plus 3x ga, 7x teng 84 ga, x teng demak 12 ga. Bu yerda nisbiy atom massasini toping debdi. Neutron soni kelib chiqdi mana 12, protoni 14 bo'lgandan keyin albatta bu 26 massani tashkil etar ekan. To'g'ri javob A. Ikkinchi usulga bilan ko'rib chiqsak, neutron soni demak jam zarrachalarga nisbati 30%, 0.3 debdi. Demak bu 30%. Qolgan proton bilan elektronni 100 dan ayirsak 70%. 2 ga bo'lsak, proton soni ham 35, elektron soni 35% kelib chiqadi. Kremniyda tartib raqami 14 ga teng. 14 ta protonni 35% tashkil etsa, neutron 30% bo'lganda, demak qancha? Buni 6 ga 5 ga qisqartirib olsak 7 bilan 6, 2 bo'lsa 2 kelib chiqar ekan. 14 ga qo'shamiz 12 ni, mana ko'rib turganimizdek 26 massa kelib chiqar ekan. Deyarli o'xshash savol. Yuqoridagi savol bilan. 9-1. Grafik e'tibor beramiz. Bu yerda noma'lum element proton soni, mana ko'rib turganimizdek vertikal yo'nalishda proton, gorizontal yo'nalishda neutron soni bergan. Bu yerda noma'lum element proton soni 16, neutron soni ham 16 dan tashkil etar ekan. Grafikdan foydalanib bizga ma'lumot beryapti. N taqsim n ni toping deyapti. Ya'ni kichik n bu yerda neutron, katta n bu yerda nukleon. Xo'p, nukleon soni topish uchun albatta biz proton bilan neutron soni qo'sha olamiz. Ikkalasi ham 16 tadan. 32 dan tashkil etar ekan. Neutron soni 16, umumiy proton bilan neutron nukleonni beradi. 32 bo'lsa, bu 1 taqsim 2 ga to'g'ri kelar ekan. Shunda to'g'ri javobimiz A varianti tashkil etar ekan. Keyingisi
12 ni ishlaymiz mayli. Shu savolimiz boshqacharoq ekan. Neytron taqsim nuklon. Bizga beryapti neytron taqsim nuklon 6 taqsim 11 ga teng bo'lsin. Quyidagi grafiklardan qaysi biriga debdi. Keling bitta-bitta ko'rib chiqamiz bu narsani. Birinchi grafikimiz proton soni, neytron soni. Noma'lum elementda. Protoni 15, neytroni 18. Proton bilan neytronni topa olsak 15 ga, demak 18 qo'shsak 33 dan tashkil etar ekan. Neytron sonimiz 18, nuklon sonimiz 33. Qisqartirsak, demak bu 6, 33 ni 3 ga bo'lsak 11. To'g'ri javob A variant ekan mana. Keyingi savol 11-1. Mis2 sulfat tarkibidagi umumiy zarrachalar soni toping debdi. Mis2 sulfat tarkibidagi umumiy zarracha soni, biz umumiy zarracha deganda bilamiz proton, elektron hamda neytron sonini tushunamiz. Mis2 sulfati molyar massasi 160. Massa nimaga teng? Massa bu proton bilan neytron soniga teng. Shunchaki elektron sonini topsak bo'ldi. Misimiz bitta, demak bittamizda elektron soni 29, bitta oltin gurtimiz 16, bitta kislorodimiz 8 ta bo'lsa, demak 4 tasida 32 dan tashkil etar ekan. 32 16 48, 48 ga 29 ni qo'shsak 77 dan tashkil etar ekan. Endi 160 plus 77 umumiy zarrachalar soni kelib chiqadi 237. Shunda demak to'g'ri javobimiz C variant ekan. Keyingi savol 12-1. X elementi atom yadrosida elektron va protonlar soni yig'indisi 66 dan tashkil etsa, X elementini neytron soni toping debdi. Proton elektron soni 66. 2 ga bo'lamiz 33. Sababi ikkalasi teng, proton ham 33 da ekan, elektron ham 33 da ekan. Proton 33 bo'lganda bu element tartib raqami 33 ga teng degani, bu elementimiz mushak, nisbiy atom massasi 75. Neytron soni topish uchun massadan tartib raqamini ayirib tashlaymiz. Javob kelib chiqadi, demak 42. D variant ekan. Keyingisi. Keyingi xilga o'tamiz. 13-1. Metal SO4 tarkibidan 77 ta proton bo'lsa, metal toping debdi. Metal SO4. Shu yerda metal proton sonini biz noma'lum bo'lganligi uchun P bilan belgilaymiz. Oltin gurtimiz 16, demak kislorodimiz 4 tasi 2 teng 77. Proton plus 48 77. Proton teng 77 dan demak 48 ayirib tashlaymiz. Proton kelib chiqadi 29. 29 proton soni bu degani tartib raqamiga teng. 29 tartib raqamiga ega bo'lgan element bu mis elementi. Shunda to'g'ri javobimiz A variant ekan. Keyingisi 14-1. A elementining atom yadrosidagi jam zarrachalarining 100/3% ni demak neytronlar tashkil etadi. Elementning jam zarrachalar soni 42 ta bo'lsa debdi. A elementi toping debdi. Xo'sh, birinchi ish boshladik. Umumiy zarrachalar soni 42 ta ekan. 100% bo'lsa 100% taqsim demak 3 qismi neytronga tegishli ekan. Shu yerda mana ko'rib turganimizdek 100 lar qisqaradi, 3 bilan 42 qisqaradi 14 ga. Neytron soni kelib chiqadi 14. Ikkinchi ish. Umumiy zarrachalar soni bu degani proton, elektron hamda neytron degani. Shunda neytron sonini ayirib tashlaymiz 14 tani. Neytronlar qisqarib ketdi. 42 dan 14 ayirsak 28 bu proton bilan elektron soni kelib chiqdi. 2 ga bo'lsak, proton va elektronlar soni teng bo'lganligi uchun 2 ga bo'la olamiz. 14 tadan kelib chiqdi. Demak 14 ta proton, 14 ta elektron ga ega bo'lgan element bu kremniy elementi ekan. To'g'ri javobimiz C variant. Keyingi xillikka o'tamiz. Demak 15-1. A B elementining elektronlar yig'indisi 28, ayirmasi 14 ga teng deymiz. Birinchi usul. A elementi X deymiz, B elementi Y deb olamiz elektron sonini. Shunda ikkalasining yig'indisi 28, ikkalasini ayirmasi 4 ga teng ekan. Qo'shib yuborsak, mana Y-larimiz qisqarib ketdi. 2x 2 bo'lsa X teng 16 ekan. X'imiz 16 bo'lsa, Y topa olsak shu yerda X o'rniga qo'ya olamiz. Mana 16 plus yuqoriga adga qo'ya olim Y. 28 dan 16 ketsa, demak 12. 12 ekan. A elementimiz oltin gurt, B elementimiz magniy ekan. Xo'sh, bizdan nimani so'ragan? B elementi toping debdi. B elementimiz magniy ekan.
Ikkinchi usulni ham ko'rib chiqamiz mana. A element bilan B elementi yig'indisi 28, ayirmasi 4 ga teng ekan. Demak, A elementimiz elektron son x+4 deymiz, B elementimiz x deymiz. Ikkalasini yig'indisini 28 ga tenglashtira olamiz. 2x+4 teng 28, 2x 24 ga bo'lsa, ximiz 12. A, B. A elementimiz x+4 edi, x o'rniga 12 ni etib qo'ysak, 12 ga 4 qo'shamiz, 16. B elementimiz x edi, 12 ni etib qo'yamiz. Shunda magniy elementi kelib chiqadi. Bu ikkinchi usul. Keyingisi 16-1. Tartib raqami ketma-ket joylashgan 6 ta elementning protonlar yig'indisi 39 ta ga teng bo'lsa, 6-elementni toping debdi. Tartib raqami ketma-ket joylashgan 6 ta element yozib chiqamiz bularni. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi hamda 6-element. Birinchi element tartib raqami x ga teng. Tartib raqami ketma-ket joylashgan har qanday elementlarning farqi, tartib raqamlarda farqi 1 ga teng bo'ladi. Birinchi elementi x bo'lsa, ikkinchi elementi x+1, uchinchi elementi x+2, x+3, x+4, x+5 deb tashkil etdi ekan. Endi shu yerda aytibdiki, jami zarrachalarning yig'indisi jamisini yig'indisi 39 ga teng debdi. Jamini qo'shib olamiz, ma'lum va noma'lumlarni. X larimiz 6 ta bo'lganligi uchun 6x, ma'lum sonlar 1, 2 ga 3, 3 ga 3, 6, 6 ga 4, 10, 10 ga 5 qo'ysak 15. Shunda tenglashtiramiz 39 ga. 6x teng 24 ga bo'lsa, x teng 4. X bor joyga biz 4 sonni etib qo'yamiz. 6-element debdi. 6-element e'tibor bersak, mana bu yerda x+5 yozilgan. Mana ko'rib turganlaringizda. Endi biz x o'rniga 4 etamiz, qo'shamiz 5 ga. 9 chiqdi. Bu elementimiz, demak, to'g'ri javobimiz D variant ekan.